Biz har kuni ofisga borishimiz kerak. Biz ofisga o'zimizni mehmonday tutib boramiz. Boramiz, oyog'imizni qoqib kiramiz. Kechirasiz, siz ofisda mehmon emassiz. Siz shogirdmisiz, ofisda mezbonsiz. Qachon oxirgi marta ustoz polni yuvib ketsam bo'ladimi? Ustoz men navbatchi bo'lsam bo'ladimi? Ustoz yukingiz kelayotgan ekan, yukni taqsimlashsam bo'ladimi? Dedik, yo'q. Ustoz yuk keldimi, unda ertaga boraman. Yoki bo'lmasa, ustoz mening mahsulotimni iltimos taksiga chiqarib yubora olmaysizmi? Yoki bo'lmasa, ustoz mening mahsulotim bor edi-da, lekin taksiga hozir naqdim yo'q edi. O'zingiz to'lab yubora olmaysizmi? Endi ustoz sizga mahsulotingizni birinchi navbat o'zingiz ofisga bir marta kelib polni artishga yaramasangiz, uni tushunmasangiz, ustoz men navbatchi bo'laymi degan narsani tushunmasangiz, mahsulot kelsa uni tarqatishga yordam bermaydigan bo'lsangiz, yoki bo'lmasa mahsulotingizni ustozingiz dastavka qilib berishini kutayotgan bo'lsangiz, siz nima uchun keraksiz ustozga? Kimlar o'zini ko'rdi? Kimlar mazza qilib ketdi? Xo'sh, bunday treninglar kerakmikan? Eshitmadim. Kechirasizlar, men bunday energiyaga gapirmayman. Kerakmikan? Kerak. Vo, malades, hamma dardi bor ekan-ku.